Alaykum. 4 oktyabr birinchi smena yozma ish savoli tahlil qilamiz. Qarabirinchi savol. Qarabirinchi savol. Quyidagi shart. Shartda birinchi e'tibor berilgan bir jadval. Jadvalda ko'rsiz birinchi ustunda faqat temperaturalar berilgan. 20, 220, 230, 240 va 250. Ikkinchi va uchinchi ustunda ikkala moddalarni konsentratsiyada malyarlar. Bizda lekin 3 ta modda bor. Mana shu joyga biz uchinchi moddani yana qo'shib qo'yishimiz mumkin o'zimiz qo'shimcha ravishda qilib. Ya'ni 6.6 oksidning konsentratsiyasi ham deb qo'ysak bo'laveradi. Keyin mana shu 4-ustunda to'g'ri tezliklari va 5-ustunda oxirgi ustunda kimyo muvozanat berilgan, faqat mana 240. Bu yerda har bir harorat uchun alohida berilgan. Xo'p. Reaksiyada 240 gazli muvozanat holatiga keltirildi, so'ngra 250 gradusga qizdirildi. Yuqorida berilgan ma'lumotlardan foydalangan holda shartlarni bajaring. Temperatura gammani va tezlik konsentratsiyasini toping. 250 gradus hosil bo'lgan 6.6 oksid suv bilan tashlashing necha gramm olov 1:1,5 tarkibida olov hosil bo'ladi. 220 va 240 gradusda tezliklarni toping. Xo'p, mana bu yerda shu qopda mana formuladagi Kn va Knlarda izohlab berilgan, ya'ni temperatura, tezlik konstantalari degan. Xo'p. Shart tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Buni ishlashni qayerdan boshlashimiz kerak? Birinchi o'rinda mana shu joyga e'tibor beramiz. 6 oksidning molekyular konsentratsiyasi o'zgarishi 8 dan 3 ga o'tyapti. Ya'ni bu yerda 8 dan umumiy holatda 3 ga o'tyapti, ya'ni 5 ga kamayadi. Umumiy holatda 5 ga kamayadi. Bu 5 ga kamaysa, bular nisbati 2 1 2 bo'lsa, bu 5 ga, bu 2,5 ga kamayadi. Bu umumiy 5 hosil bo'ladi. Ya'ni buni 6.6 oksidning umumiy holatdagi oxirgi holatdagi konsentratsiyasi 5 ga teng bo'ladi. Demak, 6.4 oksid 8 dan 3 ga o'tyapti-da, 5 ga umumiy kamayadi. Gaz har bir gazda o'zgarishda boshlaydi. 220 dan 230 ga necha molar kamayadi. 230 dan 240 o'tganda qanchadir kamayadi va 240 dan 250 ga o'tganda qanchadir kamayadi. Demak, 3 xil kamayish bo'lyapti, xo'sh. 240 dan va 230 o'tganda, 30 dan 240 ga o'tganda va 240 dan 250 ga o'tganda kamayish bor. Kislorodga e'tibor bersangiz, kislorod 5 dan 4 ga o'tyapti, bu yerda 1 kamayapti. Kislorodniki 230 dan 240 ga o'tganda 1 ga kamayapti. Demak, bu kamayish bir. Bu reaksiyaga olib chiqadiganimiz bundan 2, bundan 2 kamayapti. Demak, 240 dan 230 dan 240 ga o'tganda 2 kamayapti. Mana bu joyga 2 yozsam. Bundan bu yerdan qanchadir 2 hosil bo'lib qolgan bo'ladi. Demak, hozir biz 230 dan 220 dan 230 ga o'tganda kamayishni ham bilmaymiz. Ularga misol uchun koeffitsiyentlar 2 1 2 bo'lgan uchun ularga 2x bersam, demak, mana nisbatlar yozib qo'yay. 2 1 2 bo'lgan uchun mana bu 220 dan o'tgandagi 230 ga kamayishlarda hammasiga nisbat beraveryapti. 6.4 oksidi, 6.4 kislorod va 6.6 oksidlariga. Shunda 230 da 6.4 oksidi 8 minus 2x qoladi. Chunki 8 edi, 2x sarflanib ketdi. 240 o'tganda 2 kamaygan. Demak, 6 minus 2x bo'ladi. 6.6 oksid bo'lsa, dastlab bo'lmaydi. Keyin mana bu yerda 2x hosil bo'ladi, yana mana bu yerda 2 hosil bo'ladi. Xo'p, 5 dan bu yog'iga o'tishi hali noma'lum. Endi bu yerda muvozanat konsentratsiyasi berilgan 0.25 berilgan. Bu yerdan x lar topish uchun formulaga qo'yamiz. Muvozanat konsentratsiyasini topish. Muvozanat konsentratsiyasini topish uchun Km barobar 6.6 oksidning kvadrati taqsim 6.4 oksidining kvadrati ko'paytirib kislorodning birinchisi barobar 0.25. Men 1 taqsim 4 deb ko'rinishda yozsak, mana bu yozib qo'yib, bu 0.25. Ya'ni 1 4 ga bo'lganda 0.25 chiqadi. Shu sonni o'rniga qo'yaman. Bularni o'rniga formulaga faqat ma'lum bir Km ma'lum bo'lgan haroratdagi konsentratsiya qo'yiladi. Misol uchun, mana 240 da buniki 6 minus 2x, buniki 4, buniki 2, buniki 0.25. 2 plus 2x bo'ladi o'zim mana shu joyga. Chunki 2x hosil bo'lgan. Mana bu 2x bor, ya'ni 2 hosil bo'lgan, 2 plus 2x bo'ladi. O'rniga qo'yadigan bo'lsak, demak, 2 plus 2x ning kvadrati taqsim buniki 6 minus 2x ning kvadrati ko'paytirib kislorodga 4 barobar 1 taqsim 4.
Xo'p, mana bu turni bu yoqqa ko'paytirish qilib olsam, mana bunday holatga keladi. 2 plus 2x ning kvadrati ko'paytirib 4 taqsim 6 minus 2x ni kvadrati ko'paytirib 4 barobar 1 bu holatga keladi. Ya'ni 1 o'zi qoldi. Mana bu turlar yo'q bo'lib qisqarib ketadi. Demak, 2 plus 2x ning kvadrati taqsim 6 minus 2x ning kvadrati barobar 1. Buni qo'l sochish tavsiya bermayman. O'zimizga juda ham ish ko'payib ketadi. Shunchaki tengning bu tomoni va o'ng tomoni va chap tomoni bir xil son bo'lsa, ikkalasini men ildiziga borsam, qiymat o'zgarmaydi. Qiymat va tengning qiymati o'zgarmaydi. Shunda mana bu ildiz bilan kvadratlar yopib ketadi. Birdan ildiz va 1 chiqadi. 2 plus 2x taqsim 6 minus 2x barobar 1 holatga keladi. Shunda 2 plus 2x barobar 6 minus 2x 4x barobar 4x barobar 1 chiqadi qiymat. Demak, x ning qiymati 1. Xo'p, demak, tepadagi joyga x ta o'rniga borsam, demak, bu yerda 6 qo'ygan, bu yerda 4 qo'ygan. Demak, 4 dan shu 1 sarflanishi kerak. Mana bu nisbatiga ko'ra, demak, bu 1 sarflansa, bundan 0,5 sarflanadi, bundan 1 hosil bo'ladi. Endi, demak, 0,5 sarflansa 4 dan, demak, bu yerda undan 3,5 qoladi. Xo'p, bundan yarim sarflanadi. Tepada xlar o'zi qancha bo'lgan? Demak, agar bundan 2x sarflangan deganimizda, bundan demak 2 sarflanadi. X o'rniga barobar qo'ysam, 2. 6 to'g'risida 2 sarflansa, xlardan 1 sarflanadi. Demak, bundan qanchadir bo'lgan va undan 1 sarflanadi 5 qo'ygan. Demak, bu yerda 6 bo'lgan. Bunday yozib qo'ysa bo'ladi. 5 plus 1 barobar 6. Xlarning dastlabki mana bu sarflangan kislorod, bu qolgan kislorod. Demak, dastlab bu 6 bo'lgan. Demak, bu 8, bu 6. Hop, demak, bu yerdagi har bir konsentratsiyalari topildi. Hop, endi keyingi savolga o'tamiz. Temperatura koeffitsiyenti gammani topishimiz kerak edi. Gammani ham topdik. Gammamiz endi gammani topamiz. Gammani qiymati. Mana bu formulaga qo'yamiz. Bu formula bu formula shu formulaga ko'ra gammani tepasi ikkita harorat ayirmasi taqsim 10 ga bo'lib darajaga chiqadi. Bu k va knlar o'sha haroratda tezlik konstantalari. Oldin mana shu ikkala tezlik konstantalarida qolish kerak. Bizda ikkita tezlik berilgan. 230 va 250 gradus tezlik, bittasi 90, bittasi 63. 90 gradusdagi tezlik konstantasi va 63 230 gradusdagi tezlik konstantasi va 250 gradusdagi tezlik konstantasini topib olib, keyin formulaga qo'yamiz. Tezlik topish tug'ilmasi va to'g'ri barobar reagentlarning konsentratsiya ko'paytmasini tezlik konsentratsiyasi ko'paytiriladi. Ko'paytiraman K1 ga. Bu yerda K1 tezlik konsentratsiyasi aynan harorat uchun. Biz hozir 230 degan topyapmiz. 200 tezlik 90. Buniki 230 6402 6, kislorodniki 5. 6 ning kvadratiga va kislorodning 5. 5 ning birinchisi ko'paytirib K1 olamiz. 90 barobar 6 ning 36, uni 5 ga o'tirib 180, uni 2 ga o'tirib 180x. X barobar 90 ni 180 ga bersam 0,5. 230 gradusda K1 yani tezlik konsentratsiyasi yarim chiqdi. 250 gradus degan topamiz. 250 va to'g'ri barobar 6 oksidini kvadrat ko'paytirib kislorodning birinchisi ko'paytirib K1. Mana shu formula, faqat buni o'rniga 60 qo'yaman. Bularning o'rniga o'sha 250 gradusdagi konsentratsiya qo'yaman. Bittasi 3, bittasini 3,5. Demak, 3 ning kvadrati ko'paytirib 3,5 ning birinchisi ko'paytirib K1 x deyman. Demak, 63 barobar 3 ning kvadrati 9, 9 ni 3,5 kelsa 31,5. X ga o'tirib 31,5 x barobar 2. Demak, 250 gradusdagi harorat tezlik konstantrasi 2 ga teng. Xo'p, demak, biz hozir endi mana bu shu quyidagi formulaga qo'yib turib gammani topib olishimiz kerak. Xo'p, demak, gammani noma'lum x T2 ga 250 minus T1 ga 230
taqsim 10 barobar bu yerdagi 2 tepaga chiqadi. Taqsim 0.5 bo'ladi. Ya'ni mana bu yerdagi qiymat 2 chiqadi. 250 dan 230 dersam 2, 10 ga bo'lsam 2. 20, 10 ga bo'lsam 2 va 10 darajaga chiqadigan mana. Ya'ni x ning kvadrati barobar 2.05 ga bo'lsam 4. Demak, o'z-o'zi gamma 2 chiqadi. Ya'ni nechining kvadrati 4 desa 2 ning kvadrati 4 chiqadi. Gammani ham topdik. Ikkala xarxotda tezlik konstantalar qiymatlarini topib chiqdik. Xo'p, endi keyingi savolimiz, ikkinchi savol. 250 gradusdagi hosil bo'lgan oltin oksid suv bilan tashlashganda necha gramm 1 ga 1,5 tarkibli olyon hosil bo'ladi? Xo'p, demak, oltin oksidi suv bilan tashlashganda olyon hosil bo'ladi. 1 ga 1,5 tarkibli. Oltin metal shumaki 2,5 qo'ysam, odatda o'zaro teng. Bizda 250 gradusdagi haroratda oltin oksidi 5 mol edi. Eksi bo'yicha 2,5, 2,5 ning umumiy massasi. U 98 bu 120. Jami qilsam 218. Buni barobar x. Ya'ni proporsiya qilib ko'paytirib bo'layotganda x barobar 5 ko'paytirib 218 taqsim 2. Ya'ni 5 qisqaradi. 218 ga bersam 2 barakatda 436. Demak, 2 safarda 436 ga teng. Demak, ikkinchi savol javobi ham topildi, 436. Va oxirgi savol, uchinchi savol 220 gradus va 240 gradus tezliklarni toping. Xo'p. Mana bu yerga yana bitta ustun tushiramiz. K1lar yozyapman. Ya'ni tezlik aslida qiymati bu yerda 2, mana bu yerda K1 qiymati 0.5. Moddalarning har haroratda konsentratsiyalar kamayishda boshlaydi. Konsentratsiya kamaysa, tezlik ham o'z-o'ziga kamayadi. Gammani qiymati haroratga bog'liq. Gamma K1 ning qiymatini haroratga ravishda o'zgartiradi. Ya'ni agar u K1 o'zi u ham bir qoidasi bo'yicha u ham bir tezlik. Faqat moddalar konsentratsiya ko'paytmasi birga teng bo'lgan vaqtdagi tezlik hisoblanadi. U gamma ortishi bilan u o'zgaraveradi. Ya'ni gamma 2 barobar misol uchun hozir mana K1 230 da 0.5, 240 da u K1 qiymati 1 ga teng bo'ladi, 2 marta ortadi. Keyin u yana 2 marta ortadi, keyin 250 da 2 ga teng bo'ladi. Ya'ni harorat kamaysa, u ham kamayadi. K1 ning qiymati 220 gradus 0.25 ga teng bo'lib qoladi. Xo'p, yana hozirgi formulaga qo'yib 220 dagi tezlik topamiz. Mana v to'g'ri barobar reagentlar konsentratsiya ko'paytmasini K1 ga ko'tarib qo'ysak bo'ladi. Bu yerda 220 dagi 8 buniki 8 ning kvadrati ko'paytirib 6 ning birinchisi ko'paytirib K1 0.25. 8 ning kvadrati 64. 64 ni 6 ga betirsam 384. 384 ni 0.5 ga bo'lish ko'paytirish uchun xuddi o'sha sonni 4 ga bo'lsangiz bo'ldi. Ya'ni 96. Demak, 220 gradus haroratdagi tezlik 96. Endi 240 dagi kelsa va to'g'ri barobar 4 ning kvadrati ko'paytirib 4 ning birinchisi, ya'ni o'sha haroratdagi konsentratsiya olyapman. Ko'paytirib K1 1. 4 ning kvadrati 16, 16 ga 64. 64 ga bo'lsa yana 64. Demak, bu yerdagi tezlik 64 ga teng.